TikTok'da portlatib 2 million подписчик yıqqan bitta bloger bilan bugun uchrashamiz. Ishqilib hammasi yaxshilikka bo'lsin. Men rus tilini bilmayman, u o'zbek tilini bilmaydi. Ishqilib bir-birimizni tushunmasak bo'ldi. Menimcha men faqat kasb tilida gapirsam kerak. Uyalganimdan ham rus tilim esimdan chiqib ketsa kerak. O'sha inson hozir telefon qiluvdi. Olsam, men nima yosh bola bilan gaplashyapmanmi deb qo'yadi. Yo'q, bu menman desam, voy ovozing namuncha yosh bolanikiga o'xshaydi deb qo'yadi. Men seni qizing optimi deb o'ylaman deydi. Yo'q, bu menman dedim. Menimcha meni kuzatadiganlarning ko'pchiligi bilsa kerak bu ayol kimligini. Judayam taniqli. Birinchi bo'lib TikTokda boshlagan deb o'ylayman shu ayol. Bu nima endi ahvol? Buni qana to'g'rilayman? Dalba sprey освежает. Oshxonadan soat 1:30 ga jo'yab qo'ydim, lekin biz soat 12 da uchrashamiz. 1:30 soat nima qilamiz, hayronman. Bu kiyim yoqmadi, qo'limni ko'tarsam qornim ko'rinyapti. Shuning uchun o'zimni keng futbolkalarimdan qo'ymasin. Menimcha mana ikkalasidan manimga sig'sa kerak ichiga. Qani? Ko'ramiz. Ha, shuni ichiga sig'arkan. Dr. G kremi juda ham zo'r. Nine Wishes degan brend bor Koreyada, juda ham zo'r bu ham. Yuzni juda ham yaxshi namlantirib beradi. Dalba. Meni sevgilim Dalbani beraveryapti. Va Nine Wishes'dan yuzni tozalaydigan penka bu ham rosa zo'r. Mena ekan. Shuna qilib 4 ta narsa beraveryapman. Ana ekanda bo'laveradi-da.